bo'g'im kasalliklari, arteroz va artrit kasalliklari, revmatizm, tizza bo'g'im son chanoq yemirilishi kasalliklari sizni qiynayotgan bo'lsa, Dr. Family klinikasiga taklif qilamiz. Klinikada yangi innovatsiya bo'yicha hech qanday jarrohlik amaliyotlarisiz SVF terapiya usuli bilan qorin devor ostida yig'ilgan yog'lardan ajratib olingan o'zak hujayralari orqali bo'g'im og'riqlari kasalliklari davolash ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari travmatologiya, nefrologiya, nevrologiya, kardiologiya, ginekologiya, revmatologiya, terapevt yo'nalishlari bo'yicha ko'p yillik xorijiy tajribaga ega shifokorlar xizmat ko'rsatishadi. Manzilimiz Namangan shahri Pahlavon dahasi Dr. Family klinikasida biz sizni kutamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq amalga oshiring.